3 ay Atlas yerga urilsa, sayyora bo'ylab dahshatli vayrongarchilik to'lqini ko'tariladi. Ulkan tsunamilar qirg'oqni yutib yuboradi. Qudratli zilzilalar esa yer yuzini yorib tashlaydi. Qizigan parchalar ulkan yong'in bo'ronlarini yog'diradi. Qalin chang bulutlari quyoshni to'sib qo'yadi. Mana 3 ay Atlas yer bilan to'qnashganida nima bo'lardi? Ammo bunday falokat umuman sodir bo'lishi mumkinmi? 3 ay Atlas yerga qachon eng yaqin masofaga keladi? Keling buni birgalikda aniqlaymiz. Avvaliga ma'lum bo'lganidek, bu kometa o'ylaganimizdan ham ancha katta ekan. Uning massasi taxminan 33 milliard tonna. Hajmini tasavvur qilish uchun bir nechta solishtirishlarni keltiramiz. Eyfel minorasi taxminan 10 ming tonna. Demak, 33 milliard tonna. Bu 3 millionta Eyfel minorasining vazniga teng. Hayratlanarli, to'g'rimi? Yana bir misol. Yer yuzidagi barcha mashinalar soni taxminan 1,5 milliard. Ularning har biri o'rtacha 1,5 tonna. Umumiy og'irligi 2 trillion tonna atrofida. Shunday qilib, kometa massasi sayyoradagi barcha mashinalar og'irligidan 15 barobar katta. Yana agar binolar bilan solishtirilsa, 33 milliard tonna bu go'yo ulkan metal va beton megapolislar yig'indisiga teng. Ammo kometaning bunday hajmi olimlarning yana bir versiyasi oldida hech nima bo'lmay qoladi. Sababi u boshqa galaktikadan kelgan noma'lum texnologiya bo'lishi ham mumkin. Ba'zi mutaxassislar bunday fikrga jiddiy qaramoqda. Nega? 3 ay Atlas birinchi marta NASAning Yerga yaqinlashayotgan asteroidlardan ogohlantirish tizimi orqali iyul oyida aniqlangan. Oradan biroz vaqt o'tib, amerikalik mutaxassislar bu haqiqatdan ham yulduzlararo obyekt ekanini tasdiqlashdi. Biz kashf qilgan obyektlarning uchinchisi. Oldin 2 Borisov 2019-yilda va undan avval 2017-yilda g'alati shaklli Oumuamua kuzatilgan edi. Yangi kometaning yadrosi taxminan 5,5 kilometr. Bu Oumuamua va Borisov bilan solishtirganda juda katta. Ba'zilar uning hajmi hatto 11 kilometr bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. Ammo hozircha bu tasdiqlanmagan. Bundan tashqari, 3 ay Atlas boshqa parametrlari bo'yicha ham ajralib turadi. U quyoshga yaqinlashar ekan, g'oyat katta miqdorda karbonat angidrid va chang chiqaradi. Bu uning massasi boshqa yulduzlararo obyektlardan bir necha darajada kattaligini ko'rsatadi. Bu esa haqiqiy anomaliya. Kometa juda katta tezlikda uchib kelmoqda. Taxminan 210 ming km/soat. Bu tovush tezligidan 170 barobar tezroq. Yana bir g'alati jihati, u deyarli to'g'ri chiziqda harakatlanmoqda. Quyosh tizimidagi aksariyat jismlar gravitatsiya sabab aylana yoki ellips bo'ylab harakatlanadi. Shu sababdan ayrim olimlar 3 ay Atlasni o'zga sivilizatsiya tarafidan yo'llangan zond bo'lishi mumkin deb taxmin qilishmoqda. Uning trayektoriyasi hattoki Venera, Mars va Yupiter yaqinidan o'tadi. Olimlar buni agar boshqa sivilizatsiya bizni kuzatmoqchi bo'lsa, aynan shu sayyoralar ular uchun qiziqarli bo'lishi mumkin, deya izohlamoqda. Yana bir g'alati holat, kometa aksariyat jismlardan teskari tomonga aylanyapti. Ehtimol bu uning Yergacha kamroq qarshilik bilan yetib kelishi uchun kerakdir. Ba'zi tadqiqotchilar bu aylanish va trayektoriya boshqa sivilizatsiya tomonidan yaratilgan super aniq o'lcham tizimi bo'lishi mumkin deb o'ylamoqda. Agar 3 ay Atlas birdaniga yo'nalishini o'zgartirsa, bu uning ichida dvigatel bor bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi. Ammo hozircha xavotir uchun sabab yo'q. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, kometa Yerga 240 million kilometrdan yaqin kelmaydi. U holda savol: bu kabi kosmik mehmonlar qayerdan keladi? Astronomlar aniqlashicha, biz topgan 3 ta yulduzlararo obyekt turli joylardan kelgan va ularning har biri o'z yoshi va tarixiga ega. 3 ay Atlas eng qari, taxminan 4,5 milliard yillik. U galaktikaning qalin disk deb ataladigan qismidan kelgan. Oumuamua ancha yosh, 1 milliard yillik. U galaktikaning ingichka diskidan kelgan. Oumuamua birinchi yulduzlararo mehmon edi. U juda uzunchoq, uzunligi enidan 10 barobar katta. Aytishlaricha, u gravitatsiya bilan tushuntirib bo'lmaydigan tarzda tezlashgan.
hech qanday dum yoki gaz chiqqani ko'rinmagan, ammo u harakatni o'zgartirgan. Bu uning tarkibi va kelib chiqishi haqida bahslar keltirib chiqardi. Ba'zilar uni texnologik obyekt bo'lishi mumkin deb o'ylagan, ammo olimlarning eng yaxshi va oson taxminiga ko'ra, u ko'rinmas vodorod gazini chiqarayotgan kometa edi. 2i Borisov birinchi haqiqiy kometa bo'lib, boshqa yulduz tizimidan kelgan. Uni havaskor astronom Gennadiy Borisov 2019-yilda o'zi yasagan teleskop orqali topgan. U klassik kometa kabi koma va uzun dumga ega edi. Uning tarkibi boshqacha bo'lib, boshqa yulduz tizimlari qanday shakllanishini tushunishimizga yordam berdi. Qiziq tomoni shundaki, ushbu 3 ta kosmik obyekt o'rtasidagi farqlar shuni ko'rsatadiki, yulduzlararo sayyohlar galaktika bo'ylab joylashgan sayyora tizimlaridan milliardlab yillar davomida uchib yuradi. Demak, bu hodisa umuman yangilik emas. 3i Atlas boshqa sayyoradan yuborilgan texnologik zond bo'lishi mumkinmi? Buni aniqlash uchun olimlar texnologik alomatlarni izlamoqda. G'alati radiosignallar, elektr faolligi, noodatiy harakat trayektoriyalari. Agar kometa to'satdan yo'nalishini keskin o'zgartirsa yoki yonida mayda obyektlarni tashlay boshlasa, bu bir signal bo'lishi mumkin. Ammo shunga qaramay, 3i Atlas juda faol va g'ayrioddiy harakatlanayotganiga qaramasdan, ehtimol bu atigi yulduzlararo kelib chiqishga ega bo'lgan tabiiy kosmik obyekt bizning yonimizdan shunchaki o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin. Olimlarning aytishicha, kimdir bu kosmik sayyohni boshqa sayyora tomonidan yuborilgan texnologik obyekt deb jiddiy da'vo qilishi uchun hali juda ko'p dalillar kerak bo'ladi. Sizchi, bu yaqinda kashf etilgan kosmik sayohatchi haqida nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib keting.